shogirdlar bilan boshqa viloyatga chiqamiz. Namozxon o'qiydigan akalarimiz uchun, yana sovuq suv ichishdan qo'rqadigan akalarimiz uchun layfhakcha, biladiganlar uchun, bilmaydiganlar uchun layfhak mana. Issiqqina. Tushgan ham garmish, dasirkan. Tushgan garmish. Ina garmish. Inventar ishidagi. Ha. Ko'rasizlar mana. Men doim o'shamga mana shu motorxonasida trubkani oldiga mana shu qilib qo'yaman mana. Hech qayerda salari yo'q. Issiqqina turadi, hech narsaga salari yo'q, hech narsa bo'lmaydi. Bu narsa bu-ku uzoq yo'lga chiqqanda yaxshi, yana u shunaqa kunlarga, ya'ni qish kunlarida yaxshi muzda suvni qo'yasiz, isitib beradi. Lumay mashinaga. Bu layfhakni udari bo'ladi. Namozxon o'qiydigan akalarimiz bo'lsa, misol uchun mana shu narsani bemalol olib ishlatishlari mumkin. Issiqqina suv, yo'lda yurgan paytlar. Ya'ni buni o'sha yo'lda yuradigan akalarimizni jo'natganmiz videolarni chiqilib biz hozir shogirdlar bilan bitta joy chiqqanmiz, boshqa rayon chiqamiz, Samarqandga chiqib ketamiz. Hozir Galasiyadan chiqdik, mana Buxoro shahridan chiqdik. Samarqandda bo'lib kelishimiz kerak birlikda yangilik o'rganib kelamiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Albatta sizlar bilan birga ulashamiz yangiliklarni. Albatta shu xalqimizga, mijozlarimizga qulaylik qilish uchun yangilik yaratishdan to'xtamaymiz va charchamaymiz inshaalloh, xudo xolasa. Ko'rib oldingizmi, motorxonaga nima uchun turadi baklashga? Eskidan qilardik biz bu narsani. Hozir yoshlar bilmasam kerak menimcha. Biz mana shunaqa o'rganib olinglar yoshlar. Mana shunaqa tammanga o'xshagan tomoqlarni og'rib yurmasin. Issiqqina qilib, mazza qilib suv ichib yuringlar.